Assalomu alaykum everybody guys. Sizlarni reading challenge'imizni 3-kundan ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan passage 3 bajaramiz, ya'ni CGI da bu part 3 deb aytiladi. Today's topic is what makes a musical expert. Ya'ni music expertni nima music expert qiladi degan mavzu ekan. Undan oldin agar bu videoni YouTube kanalimdan ko'rayotgan bo'lsangiz, YouTube kanalimdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta menga podpiska bosib qo'yishni unutmang, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki bu meni kelajakdagi bu bilan meni kelajakdagi ishlarimni support qilayotgan bo'lasiz. Va yana bitta narsa, bu testni biz Otaboyev Prep uz veb-saytidan qilyapmiz mana. Va bu veb-saytda harakat qilyapmiz. Mana experience the real CD IELTS exam environment, ya'ni haqiqiy CD IELTS exam environmentni uyda yaratishga harakat qilyapmiz. Hozircha reading testlarimiz bor. Ko'plab reading testlar qo'shganmiz va kelajakda xudo xolasa tez orada listening ham qo'shishni reja qilamiz. Xo'p, endi bugungi mavzuyimiz demak what makes a musical expert ekan. Readingda yana bitta kichkinagina funksiya kelyapti, qo'shilyapti yaqinda. Mana bu save qilib qo'yadigan. Mana bu yerda 34 ko'rgan bo'lsanglar, qizil bo'lib turibdi pastda. Bu sizga yordam beradi. Qaysidir mabodo unsure bo'lsangiz, if you are not sure about one of the answers, you can actually mark it or let's say save deyman buni ko'pincha yoki bu mark function desa bo'ladi. Mark qilib qo'yasizda, oxirida qaytib kelishingiz uchun bu sizga eslatma bo'ladi. Bundan tashqari bizda mana highlight bor, bir taraf bossangiz, bir tomonni bossangiz note bor. Ya'ni bu yoqqa masalan I guess this is the answer deb ketadigan bo'lsangiz saqlanib turadi. Va yana mana shuni bosadigan bo'lsangiz qaytib keladi. Yoki hamma notlaringiz mana bu yonni bossangiz saqlanib turadi mana tepadagi shunda. Okay, anyway, let's get started now. All right. Va bundan tashqari aytmoqchi bo'lganim, 20 minut deb qo'ygan bu yoqda men buni bosmayman, chunki 20 minutdan sal cho'zilishi mumkin menda tushuntirib bajarganim uchun. Lekin sizlar o'sha 20 minutda bajarish uchun mana shuni startni bosib qilsanglar bo'ladi, ha? Okay, so this is a passage 3 guys. It's gonna be a little bit more difficult for me even. Men uchun ham qiyinroq bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki passage 3 ni bilasizlar, qanaqadir level sal kuchliroq bo'ladi. Band 9, band 8.5 savollar ham mana shu yoqqa qo'yilgan bo'ladi asosan. How does someone become expert in music and is it really possible to have a talent for music? Qanaqa bitta odam deyapti, muzikda ekspert bo'ladi va bu kimdadir masalan music bo'yicha talant bo'lishi mumkinmi deyapti. Men guys, mavzuni bitta tushunib olgandan keyin nima qilaman? Asosiy savollarni ko'rib chiqaman. Masalan, multiple choice bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi savollarni ko'rib qo'yaman. Ko'z yuritib qo'yaman. Masalan, birinchi paragrafda deyapti. Birinchi paragrafni o'qib, mana shuni javob beraman masalan. Musician who is talented is someone. Okay, talented bo'lgan odam, ya'ni musiqa nima desa bo'ladi? Musiqashunos demamizku, lekin muzikant desa bo'ladi. Ruschasi muzikant bo'ladi. Xo'p, muzikant bu shunaqa odamki, talantli va deb ketyapti-da. Talantli odamki, kimki deb o'sha someone. Translating in Uzbek is quite confusing honestly. 28 qaraydigan bo'lsa, 28 ham qarab qo'yaman. Unclear va Godfried bo'ldi. Mana shu ism bo'ldi, yetadi menga, chunki ismni ko'rishim bilan to'xta deyman, 28 javob chiqyapti deymanda, o'sha bilan bu yoqni qarab qo'yaman. Optionlar qaramayman. It's not important in multiple choice. Multiple choice agar optionlar har bittasini qarab chiqsangiz, baribir foydasi yo'q. Endi 31 da bu yoqda yes no not questionlar bor ekan. Men 31 bilan 32 ni qarab ketaman. Anderson Erickson's work. O'zi mana shuni o'zi sizga yordam berishi mumkin kelayotganda topish uchun. Keyin bu yoqda different areas of expertise deyapti. In common, one specific thing in common deyapti. That's it. I think that's all. Right? Xo'p, bo'ldi. Qaytadigan bo'lsa, Mozart haqida gap ketgan ekan. Evidence 10,000 hour practice theory. Okay, that's it. Evidence against deyapti. Ya'ni 10,000 soat bilsanglar, 10,000 soat degan bir teoriya bor. Agar nimadir shu 10,000 soat qiladigan bo'lsangiz, bu bo'yicha ekspert bo'lasiz degan o'zi bu readingdan emas, boshqa hayotda ham shu ko'p aytiladigan gap. Va aytyapti Mozart shunga opposite deyapti. Shuni teskarisi deyapti. Bu teoriyaga amal qilmaydigan inson deyapti.
Okay, bo'ldi, men tushunib oldim. Eslab qolishga harakat qilamiz, guys. We try to remember first couple of questions from each question type, okay? That way we are able to do the reading more efficiently. Yana bitta narsa, birinchi multiple choice'dan bajarib olaman, keyin esnonatga o'taman, keyin oxirida summary complete o'taman, mass, okay? Uchalasini birgalikda bajarishga harakat qilishimiz kerak. Birinchidan qulayligi, qog'ozga o'xshab yob-yon ochib o'tirmaysiz. Kompyuterda mana o'ng tarafi shundoq pastga chiqarib tushirsangiz oson, right? Okay, so now boshlaymiz. Does that class of people acknowledged to be musical experts just have more of the basic skills we are all endowed with? Endowed with degan we are given, right? Hop, ya'ni tanilgan yoki tan olingan musical expertlar da nima deyapti? Bizda boridan ko'proq basic skilllar bormi? No. Bizda bor basic skilllar bormi? Yoki or do they have a set of abilities or neural structures? Neural structures, neyronlar, miyadagi strukturalar. That are totally different from those of the rest of us. Yoki ularni miyadagi strukturalari yoki ularni set of abilitylari bizanikidan ko'proqmi deyapti, boshqacharoqmi deyapti. Different. Okay. Are high levels of musical achievement simply the result of training and practice? High level, masalan, kimdir muzikant bo'lib ketadi-ku, zo'r bo'lib ketadi-ku, u shunchaki level of training bilan practicega bog'liq narsami? Or are they based on innate brain structure? Yoki innate degani bu ichki degani. Yoki bu miyani ichki strukturasiga bog'liqmi? What we refer to as talent. Va biz ko'pincha buni balkim talent deb qararmiz, ya'ni qaraymiz deyapti bunga. Nisbatan biz talent deb aytamiz deyapti. Talent can be defined as something that originates in genetic structures. Ya'ni talentni bunaqa shunaqa aytsak bo'ladiki, u genetik strukturada paydo bo'ladi and that is identifiable by trained people va bu faqatgina tushunadigan, o'sha train qilingan odam deganda nima deymiz buni? Shu narsani tushunadigan odamlar, o'sha odamlar tomonidan ko'rinadi. Who can recognize its existence before a person has achieved exceptional levels of performance deyapti. Xo'p, va o'sha odamlar exceptional darajaga yetgunidan oldin o'sha masalan yosh bola bor, u zo'r bo'lib ketishdan oldin agar siz uni oldindan ko'ra olsangiz, siz trained personsizda. So you can identify, you can recognize its existence. Existence but talent, right? The emphasis on early identification means to investigate it. We study the development of skills in children deyapti. Identification means that investigate it. We study the development of skills in children. Childrenlarda biz ko'rib chiqamiz, o'sha o'rganamiz deyapti. 27da birinchi paragrafdan nimadir chiqish kerak edi. Anderson chiqmadi hali. Qarab qo'yamiz, prosta. Men odatda qarab qo'yaman. Mozart umuman yo'q hali. That's it. Buni qarab ko'ramiz, qaranglar. Ya'ni muzikant odam shuki, who is talented is someone deb ketyapti-ku. Who is aware of being set apart from other people. Qaranglar. Boshqalar ajalib qolgani degan ma'lumot umuman yo'q. Whose brain structure is unlike of that of other people brain structure haqida gap ketgan. Boshqalarnikidan boshqacharoq deyapti. Okay, interesting. Who can perform extremely well in early childhood. Lekin early childhoodda zo'r qilish haqida ma'lumot yo'qda. Ya'ni early childhoodda perform well degan narsa yo'q. Naborot, uni exception levelga chiqishdan oldin biza ko'ra olamizmi yoki ba'zi odamlar ko'ra oladi uni deyapti. Men buni aytmagan bo'laman. Qaranglar, bitta narsa aytamasligim, multiple choice'da to'g'ri javob topishdan ko'ra noto'g'ri javob topish osonroq bo'ladi. O'shaning uchun sizlar bu berilganmi? Yo'q, bu berilmagan deb chiqarib oladigan bo'lsanglar, oxirida bitta javob, ikkita javob qolib ketadi. O'shalarni compare qilib olishinglar osonroq bo'ladi. Whose essential skills are more varied than those of ordinary people. Mana shu o'xshayapti. Qaranglar, birinchisida aware deyapti. Ular o'zlari biladi, boshqalardan ajralib qolganini, boshqalardan boshqacharoqligini biladi. Bu yerda o'zlari biladimi, bilmaydi, ma'lumot yo'q. Ketdi bu, chiqib ketdi. Bini qaranglar. Brain strukturasi boshqalardan boshqacharoq deyapti. Xo'p, brain strukturasi bor, neural structures balkim boshqacharoqmikan deb savol beryapti. Lekin I don't know honestly guys. Bu narsa brain structure haqida hali chuqur to'xtalmadi-da. Ularni prosta train bilan practice haqida gap ketyapti menimcha.
ability haqida gap ketgan tepada, lekin I don't know, genetic struktura bor mana, lekin brain haqida men ko'rmadim hali. Seni qaranglar, who can perform extremely well. Early childhoodda qanaqa perform qilish haqida ma'lumot yo'q. Men din tanlagan bo'lardim, chunki essential skills nimaga paraphrase bo'ladi, mana bu yerda basic skillsga to'g'ri keladi. And those of ordinary people varied degani mana bu yerda set of abilities. To'g'ri, bu yerda savol beryapti, lekin qanaqadir imply bo'lyapti-da. Imply degan narsa ularda bizlar bilan bir xilmi yoki bizdan boshqaroqmikan deb qo'yapti-da. Shu narsa imply qilyapti. Va eng ma'qul javob D deb o'yladim men hozir. Xo'p, 28 ga o'tamiz. Unclear, bu hali kelmadi. Davom etamiz. So it's evident some children acquire skills more rapidly than others. Ba'zi children qolganlarga qaraganda tezroq oladi. O'rganadi nimadir. The age of onset. Onset degani o'tgan reading challenge 2 da ham ko'rgandik. Ikkinchi kunda ham onset degani bu boshlanishi, boshlanishi, appear degan ma'nolarni bildirardi, mana ko'radigan bo'lsanglar. Onset, beginning of something, right? Hop, start of something. Age of onset for walking and talking varies widely. Ya'ni unaqa bolalarda deyapti, yurishi va gapirishi farqlanar ekan. Even between children in the same household. Hatto bir xil uyda katta bo'layotgan bolalarda ham deyapti. There may be genetic factors at work. Bu yerda genetika ishlayotgan bo'lishi mumkin, but these are closely linked with other factors. Lekin bular boshqa faktorlar bilan chambarchas bog'liq deyapti. With a presumably environmental component. Environment, ya'ni atmosferaga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, motivationga bog'liq bo'lishi mumkin deyapti yoki family dynamics, ya'ni bu familyni hamjihatligi, oiladagi hamjihatlikka ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bu ba'zi bolalar zo'rroq o'rganishi demoqchida endi. Similar factors can influence musical development. Bu narsa musical developmentga ham ta'sir qilishi mumkin. Tepadagi aytilgan narsalar, sanab o'tilgan narsalar va can mask the contribution of genetics. Mask degani yashiradi degani. Mask degani mana disguise deyapti, domino deyapti. Xullas, mask degani maska deydi-ku, yashiradi. Genetikani hissasini yashirib qo'yishi mumkin tepadagi narsalar deyapti, lekin bu baribir genetika bor deyapti-da. Shunaqa ma'noda aytyapti. Hali bu narsa violent, okay, kelmadi. Buni nimaga bunaqa qo'yib qo'yibman? So unclear, bu narsa hali kelmadi. Bu ham hali kelmadi. Demak, davom etamiz. Brain studies so far haven't been much of use in sorting out the issues. Meni o'rganganimiz hali bizga foyda bo'lmadi deyapti. Bu muammolarni yechishga. Qaysi muammo? Tepadagi muammolarda, ya'ni bu nimadan bo'lyapti bu o'zi? Musical ability bu atmosferadan bo'lyaptimi, genetikadan bo'lyaptimi, boshqa narsa bo'lyaptimi? Mana Gottfried Schlag degan Schlag degan ism keldi. Mana katta ehtimolga 28 chiqyapti hozir. Bilsanglar, multiple choice'da o'zi ketma-ketlikda chiqadi. O'shaning uchun buni topish qiyin bo'lmaydi unchalik joylashuvni. Collected brain scans of individuals with absolute pitch, AP, and showed, man absolute pitch nimaligini bilmadim to'g'risi. Absolute pitch menimcha bu high level activity bo'lsa kerak. Miyadagi absolute degani endi tamoman deydimi, endi nima deydi, bir maksimum degani desak bo'ladi. Pitch degani endi bu pitch va har xil ma'nolari bor. Pitch degani chimchilash degani bor. Adashmasam, pinch edi, adashmasam. Pitch degani endi bir, I don't know, it's like activity, I think, right? That showed that a region in the brain called the planum. Planum degan qismi bor ekan miyamizda. Temporal is larger in these people than in others. Ya'ni ulardagi shunaqa odamlarni, musical abilities bor odamlar yoki shunaqa odamlarni miyasidagi qaysi qismi bizdagidan kattaroq ekan. This suggests that the planum is involved in APE, but it's not. Planum va bu aytadiki, AP, ya'ni o'sha maximum abilityga chiqishida planumni ta'siri bor, lekin it is not clear if it starts out larger in people who eventually acquire AP. Lekin biz bilmaymiz deyapti. Keyinchalik shunaqa levelga chiqadigan odamlarda o'sha miyadagi o'sha qismi oldinroq kattaroq bo'ladimi? Ya'ni boshlanishidan kattaroq bo'ladi, to'g'ri. You may a little bit feel confused here while I'm explaining this, but tasavvur qiling, siz yosh bolasiz.
va sizni miyangizdagi o'sha qismi boshidanoq o'sha katta bo'ladimi yo'qmi o'shani so'rayapti. Or if the acquisition of AP makes the plenum increase in size yoki maksimum levelga chiqqanimizdan keyin o'sha miyamizni o'sha qismi kattaroq bo'ladimi deyapti. Right? Qiziq. Okay. So maybe the unclear degani maybe the it's not clear deganga paraphrase bo'ladi. O'sha keldi javob deb o'ylayman. Endi maybe the optionlarni bir-biriga compare qilishimiz kerak. Which part of the brain is linked to a particular musical skill? Lekin particular musical skill haqida ma'lumot ko'rmadim. Umuman aytmayapti bu narsa. Which type of musical skill leads to the greatest T qolib ketibdi, sorry. Greatest change in the brain. No. Greatest qaysi ya'ni qaysi skill ko'proq change beradi, qaysi skill uncha change bermaydi, unaqa ma'lumot yo'q. Whether a feature of the brain is a cause or effect of a musical skill. Feature of a brain bu nima? Feature of a brain bu mana shu bug bor ekan mana shu yoqda. Programmistlarga aytib qo'yaman, to'g'rilab qo'yishadi. Hop, feature of a brain is a cause or an effect of a musical skill. Cause bu sabab bo'lyaptimi yoki buntasi that's it guys, mana bunaqa deyapti-da. Ya'ni biz agar musical ability o'rganadigan bo'lsak, shuning uchun miyamizdagi qismi katta bo'lyaptimi yoki bizni muvaffaqiyatga erishishimizga o'sha kattaligi ta'sir qilyaptimi? Ya'ni balkim boshidanoq katta bo'lgandir, kimdirlardir demoqchi-da. Shuning uchun javob bo'ladi. Oxirgini ko'ramiz. Whether the acquisition of a musical skill is easier haqida umuman ma'lumot yo'q. For some people than others, right? Nothing about it. That's it. Demak, bunda C degan olgan bo'lardim. I hope you understand what I mean here. Agar tushunmagan bo'lsangiz, sal orqaga qaytarib videoni ko'rib olishingiz mumkin shu joyni. Biz davom etamiz. Men shu joyda qarab qo'yaman. Anderson hali kelmadi. Va mana bu Mozart ham hali kelmadi. Demak, davom etamiz. So keyingi savolda nima deyapti? Studies of violin players. Violin degani bilasizlar, shuna violin, shunaqa bir musiqa asbobi. Results of research into those areas of brain involved in skilled motor movement are conclusive. Okay, conclusive. Ya'ni buni rezultati, natijasi bor, ya'ni conclusioni bor. Studies of violin players have shown that the region of the brain responsible for controlling the movement bizani of the left hand chap qo'limizni boshqaradigan miyamizni bitta qismi, the hand that requires a greater precision in violin playing increases in size as a result of practice. Ya'ni biz practice qiladigan bo'lsak, o'sha qismi kattalashar ekan. Chap tarafimiz boshqaradigan miyamizni qismi kattalashar ekan. We don't know yet, biz bilmaymizki, if the propensity degani bu tendency degani. Yoki nima desa bo'ladi? Tendensiya yoki odat demaymiz endi, tendencyni qanaqa moyillik desa bo'ladi, moyillik. So propensity for increase pre-exists in some people. Ya'ni o'sha boya gap bo'lyapti. Ba'zi odamlarda balkim bu oldindan bo'lar. Ya'ni bu increase bo'lishiga moyillik, qaysidir miyamizni qismi kattalashishiga moyillik balkim oldindan bo'lar, biz bilmaymiz buni deyapti. We don't know yet, right? Hop, qaranglar. Violent players, changes may occur in the brain following. Yeah, I think this is the correct answer. Why not? O'xshayapti. Left-handed violinists have a different brain structure from other people. Yo'q, left-handed, right-handed degan ma'lumot yo'q bu yerda. Prosta left-handni o'qib beryapti sizlarga, example qilib beryapti. A violinist's hand size is not due to practice but to genetic. Yo'q, bu hand size emasda. Bu brain size bo'lyapti. Bu violinists are born with brains that have a particular structure. Yo'q, qaranglar, oxirgisi xato, chunki biz bilmaymiz buni deyapti. Particular brain structure bo'ladimi, bo'lmaydimi? We don't know yet deyapti oxirida. O'shaning uchun bu ham chiqib ketadi. So, why not? Ya'ni changes may occur in the brain, miyamizda sodir bo'lishi mumkin deyapti. Violin chalgandan keyin deyapti. I think it's possible, right? Hop, davom etamiz. 30. The evidence against talent comes from research on how much training the experts do. Okay. Ya'ni talantga qarshi bo'lgan bitta
evidence bor ekan, ya'ni proof bor ekan. Bu training haqida ekan. Like experts in mathematics, chess or sports, experts in music require lengthy periods of instruction and practice. Okay. Mana shunaqa odamlar deyapti, mana shundagi ekspertlar deyapti, juda ko'p instruction bilan practice kerak ekan. Qaysi javob chiqmadim? Findings on the amounts of practice done by expert musicians. Not really. Hozircha bu kelmadi menimcha. Xo'p, yana nima? Anders chiqmadi hali. Mozart ham chiqmadi. Okay, davom etamiz. So, in several studies, the very best music students practice 2 or 3 times as much as others. Qolganlarga qaraganda 2-3 baravar ko'proq qilibdi. Bitta study, bitta bir research qilishibdi. Best music studentlar qolganlarga qaraganda 2-3 baravar ko'proq practice qilishibdi. In another study, boshqa studyda students were secretly divided into 2 groups. Ikkita guruhga ajratilgan odamlar, studentlar, based on the teacher's perception of their talent. O'qituvchini shunchaki ular haqidagi fikri, ya'ni qaysidir talantli emasligi haqidagi fikriga qarab bo'lishibdi. And they were given more challenging tasks. Va ularga ko'proq challenging tasklar berilgan ekan va ko'proq imkoniyatlar berilgan ekan, opportunities. The highest performance ratings had far more to do with the extra instruction. Ya'ni eng ko'p performance qilgani, eng successful bo'lgan studentlar extra instruction dan ko'ra ko'proq narsaga bog'liq edi deyapti. Far more to do with degani bog'liq degani, associated with degani. Suggesting that practice does not merely correlate with achievement. Ya'ni practice har doim ham achievementga bog'liq bo'lmaydi. Yoki achievement har doim ham practicega bog'liq bo'lmaydi demoqchida. Lekin practice o'shanga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni har doim ham practice achievementga bog'liq bo'lmaydi yoki achievement practicega bog'liq bo'lmaydi. Shunchaki practice achievementga sabab bo'lib qolishi mumkin. Xuddi bir masalan talanti bor, lekin o'zini ustida ishlamasa hech nima qila olmaydi. Lekin o'zini ustida ishlasa va talanti bo'lsa, o'sha achievementga sabab bo'lib qolishi mumkin degan ma'no kelyapti. Rostdan juda ham deep narsa berilibdi bu yerda. Oddiy masalan leveldagi inson qiynalishi mumkin buni. According to the writer, findings on the suggests that talent may have little to do with expertise. I think this is the case. What about this one? O'xshamayapti mana shunga. Talent ya'ni har doim ham expertise nimaga expertise I think practice ga va achievement ga bog'liq bo'lyapti. Talent. Expertise bu extra instruction ga to'g'ri kelishi mumkin yoki highest performance ga. Mana highest performance eng menimcha highest performance bu expertise ga eng ma'qul bo'lgan paraphrase bo'ladi. Qolganlarni ham ko'ramiz. Practice may actually prevent the development demagan. Practice qilsa talent rivojlanmay qoladi demagan. Talent may not be recognized by teachers. No. Expertise may be related to quality of instruction qanchalik qualitasiga bog'liq bo'lmayapti, chunki tepada undan ko'ra ko'proq narsaga bog'liq deyapti. Extra instructiondan ko'proq narsaga bog'liq ekan deyapti. Demak bu bo'ladi, lekin ikkita qilib bo'lgani sal shubhaliroq. But I think it's okay. Unaqa shubhali, qaysi ma'noda shubhali? Endi ba'zida ketma-ketlikda bir xil chiqaradigan bo'lsa, bunga shubhalanishingiz kerak. Odatda har xilga tushadi, lekin bu yerda hozir ikkitasi bo'libdi faqat. Qolganlari D, C. Mana shu patternga guys baland levelga chiqqandan keyin I don't know, balkim band 9, band 8.5 larga chiqqandan keyin mana shu patternga ham e'tibor berish boshlaysiz. Ya'ni nechta to'g'ri javob topdim, nechta xato javob topdim deganini shunga qarab nima qilsangiz bo'ladi. Ketma-ketlikka, javoblarni chiqish ketma-ketligiga ham qarab olsangiz bo'ladi. Menimcha multiple choice hammasi chiqdi. Endi Anders Ericsson keldi. Okay, va Mozart hali kelmadi. Okay, davom etamiz. And Florida approaches the topic of musical expertise as a general problem, cognitive psychology. Okay, interesting. Cognitive psychology da bu umumiy muammo sifatida qarayotgan ekan. He takes as a starting point the assumption that there are certain issues involved in becoming an expert at anything. Ba'zi muammolar bor ekan. Hamma narsada, liboy narsada expert bo'la olishi. That we can learn about musical expertise by studying expert chess players. Musical expertise ni biza shaxmatchilarni, atletlarni, artistlarni, mathematicianlarni o'rganib ham
ular haqida ko'proq o'rgansak bo'ladi demoqchi. The merging picture degani endi ular haqidagi taassurotimiz yoki ular haqidagi tushunchamiz from such studies is that 10,000 hours practice is required to achieve the level of mastery associated with being a world class expert. Ya'ni 10,000 soat shart zarur ekan world class expert bo'lishga va deganda mana bu yerda in anything degan. Vali bu narsada deyapti. In studies after study with other with cognitive studies influenced other researchers boshqa researcherlarga ta'sir qilyapti deyapti. Anders Ericsson ishi bu yoqda different areas of expertise seem to have one specific in common. One specific thing in common. What is it? Oh, yeah. Mana qaranglar. What is it? Mana chiqibdi. He takes as a starting point assumption deyapti that there are certain issues. Okay. We can learn about musical expertise. Merging picture from such studies is that 10,000 hours are required to achieve the level of in anything deyapti-ku. Bu I think it's yes because one specific thing in common degani bu 10,000 soatlik practice deyapti. 10,000 soatlik hamma levelda, ya'ni hamma fieldda kerak deyapti. Demak, buni notga olamiz. Nimaga? Chunki birinchidan bu boshqa researcherlarga influence qildimi yo'qmi bilmayman. Mabodo chiqsa mana bunaqa qilib qo'yaman. Mana yangi chiqqan funksiyamizni ishlatib ko'ramiz mana. Mana shunaqa qilib qo'yaman va oxirida mabodo o'shangacha chiqmasa, demak, shu not given bo'ladi. Agar endi odatda not given har doim ketma-ketlikda chiqishi kerak. Mabodo endi bir ba'zi holatlarda ana bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zgartirishi mumkin. Lekin odatda unaqa bo'lmaydi, xudo xolasa. Xo'p, bu yo'lni ham o'zgartirsa bo'ladi, o'zimizga moslab, yana ham kattalashtirib. In order to be useful, practice must be carried out regularly deyapti. Har kuni bo'lishi kerak deyapti. Practice deyapti bu yoqda. Keyingi savolimiz. Long enough can achieve the anyone. Liboy bitta odam agar yetarlicha practice qiladigan bo'lsa deyapti, world class expert bo'lishi mumkin deyapti. Okay, interesting. Bo'ldi, davom etamiz. Monster hali chiqmadi. Demak, mana shu atroflarda yuribmiz hozir. Har safar ikkita savol ko'rib ketgan yaxshi. In study after study of composers, ice skaters, okay, master criminals, this number comes up again and again. Bu raqam kelaverar ekan, 10,000 soat degani. Someone would do this amount of practice if they practiced, for example, roughly 20 hours a week for 10 years. Okay, of course, this doesn't address why some people don't seem to get anywhere when they practice deyapti. Interesting. Lekin bu ba'zi odamlar nimaga practice qilsa ham hech qayerga keta olmaydi. Ya'ni doesn't seem to get anywhere degani bu ana bir dars qilyapman lekin ko'ra olmayapman, progress deydi-ku. O'sha doesn't seem to get anywhere degan ma'noni bildiradi. And why some people get out of their practice sessions than others and why get more out of nimaga ba'zi odamlar achievement qila olmaydi, ba'zi odamlarda ko'proq boshqalarga qaraganda ko'proq success bo'lishini tushuna olmaydi deyapti, ko'proq foyda olishini tushuna olmaydi deyapti. Xo'p, mana bu yerda ham chiqdi. Anyone who practice long enough deyapti. Anyone liboy bitta odam, har qanaqa odam world class expert bo'lishi mumkin agar yetarlicha practice qilsa deyapti. Lekin mana bu yerda teskarisini aytyapti shuni. Ba'zi odamlar shuncha dars qilsa ham, shuncha practice qilsa ham hech qanaqa rezultat qila olmasligini sababini tushuna olmaymiz deyapti. We don't know. This doesn't address why deyapti. So the correct answer is no bo'ladi. Tushuninglar deb o'ylayman nimagaligini. Agar tushunmagan bo'lsangiz salonga qaytsangiz bo'ladi. Mana bu joyini tushuntirganmi? Mana bu not given bo'ladi. Nimaga? Chunki har kuni practice qilish degan ma'lumot ko'rmadim men to'g'risi. Every day degan ma'lumot yo'q. Ko'rdinglarmi? O'shaning uchun ikkita savolni ko'rib ketgan foydasi shu. Hop, 35 ga qaytadigan. 35 da global level of feverdan ba'zida deyapti 10,000 soatdan kam practice qilsa ham global leveldagi expert bo'la olishi mumkin deyapti. Keyingisi existing knowledge. Bizdagi hozir bor knowledge of learning and cognitive skills supports the importance of practice. Bizdagi learning va cognitive skills bo'yicha bor bo'lgan knowledge, bizdagi tushuncha practice'ni muhimligini support qiladi. Practice'ni muhimligini qo'llab-quvvatlaydi deyapti.
Interesting. Okay. Motor hal chiqmadi lekin. But no one has yet found a case. Hech kim shunaqa case topolmadi in which true world class expertise was accomplished in less time. Tushundinglarmi mana shu joyni? Ya'ni mana bu yerni beryapti. Shu paytgacha 10,000 soatdan kam vaqt ichida muvaffaqiyatga erishgan insonni hali hech kim topolmadi deyapti. Mana bu yerda fewer than 10 hours of practice bu yerda less time ga to'g'ri keladi. Occasionally deganga opposite bo'ladi. Yet no one has yet found a case. Occasionally bu degan ba'zida yoki kamdan kam holatlarda. No, hali unaqasi bo'lmabdi. Demak bu no bo'ladi. Adashmasam, ha? Tepadagi ham no bo'ldi. Long enough, anyone who practice long enough can achieve the okay. Usually someone can become an expert at global level with fewer than 10 hours of practice. Yeah, no bo'ladi. I think I'm sure about it. I'm sure. So existing knowledge davom etamiz shunchaki. It seems that it takes the brain this long to assimilate. Assimilate nima degani? Assimilate degani bu o'ziga olib olish degani. Singdirish degani. Assimilate all that it needs to know to achieve true mastery. True mastery bildinglar, tushundinglar. The 10-hour theory is consistent with what we know about how the brain learns. Mana qaranglar. 10-hour theory deyapti. Consistent with har doim mos deyapti. Miya qanaqa o'rganishi bilan bizda masalan miya qanaqa o'rganishi haqidagi tushunchamiz bilan bir xil mos deyapti. Mana shu narsa to'g'ri kelishi mumkin. Qaranglar. 10-hour theory bu practice deydi tilida bo'lsa. Practice, ya'ni 10,000 soat harakat qilish, try qilish. Learning and cognitive skills bu bizani how the brain learns ga to'g'ri keladi. Existing knowledge degani biz bilamiz, we know deyapti. Paraphrase aytib ketyapman sizlarga. Importance of practice bu yana 10,000 hours theory bo'lyapti-da, to'g'rimi? Hop, I think this is yes. Because biz bilamiz va biladiganimiz consistent with degani supports ga paraphrase bo'ladi. Consistent with supports. Hop, davom etamiz. Learning requires the assimilation and consolidation. Assimilation degani o'rganish, adashmasam o'rganish yoki o'ziga olib olish deganidir. Include deganida. I'm not process of taking in, to'g'ri shunaqa ekan. And consolidate degani bu kuchaytirish, strengthen degani. Consolidation of action of process making something stronger, mana kuchaytirish miyada. Of information in neural tissue. Neural tissue bilasizlar, neyronlar, miyamizdagi neyronlar. The more experiences we have with something. Okay, so Mozart hali ma'lumot kelmadi, demak u yoqqacha hali bor. Biz deyarli tepadagini hammasi bajarib bo'ldik. Faqat oxiri mana shu 4 ta savol. Mana bunaqa drag and drop degan funksiya qo'shib qo'yganmiz bu yoqda. Mana shunda bajaramiz buni. The more practice experience we have something, the stronger the memory learning. Okay, all the people differ how it remains true that increased practice tends to greater number of neural traces which create stronger memory representation. Tepadagi mana bu birinchi gapni support qilyapti hammasi. Oxiridagi the classic rebuttal. Rebuttal nima degani bilasizlarmi? Rebuttal degani disagreement degani. To this theory. Boshida aytgandik-ku, mana bu yerda evidence against degani bu rebuttal deganiga paraphrase bo'ladi. To this theory. Kakraslarga mana topdik, mana oxirida kelayotganini va boshqa topmaslikdan boshqa ilojimiz ham yo'q edi, o'sha kelib qolgandi oxirgi paragraf ekan bu. What about Mozart deyapti. I hear that he composed his first symphony at the age of 4. Endi bu yerda bitta qarab qo'yamiz, ikkita uchta savolni. The writer points out that the young Mozart received a lot of something from his father, and that the symphony he wrote at the age of yosh topishimiz kerak was not something and may only be of academic interest. Okay, well, mana shu joyni tez ko'ramiz. There is factual error. A factual error deyapti. At the age of 4, Mozart didn't write until he was 8. Okay, 8 yoshgacha u yozmadi deyapti. Okay, so that young Mozart received a lot from his, and that the symphony he wrote degani endi u yozgan payti at the age of, bizda 8 bor ekan, menimcha mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Bizda 4 ham bor ekan, 2 ham bor ekan. 2 ni ko'rmadim lekin to'g'risi 4 bor edi, lekin u factually xato deyapti. Bizda raqamlarda faqat shu 8 bor ekan.
Still, this is unusual to say the least. Okay. However, this early work received little acclaim. Received little acclaim degani bu yetarlicha anavi bir recognition olmadi deyapti. Ya'ni odamlar uni yetarlicha nima qilmadi, tanimadi demoqchida endi. And it was not performed very often. Unchalik ham ko'pchilik odamlar uni chalmagan yoki perform qilmagan, right? So bu yoqqa so'zimiz to'g'ri keladi. Bizda nima so'zlar bor bu yoqda? Artistic desa g'alatiroq bo'ladi, lekin symphony was artistic. No, not artistic. Not popular to'g'ri keladi bu yoqqa. Nimaga? Chunki received little acclaim bilan not popular paraphrase bo'ladi bir-biriga. And maybe of only academic interest. Faqat academic taraflama qiziqadiganlar, mana chuqurroq science yoki o'sha juda ham chuqurroq sohadagi odamlar qiziqishi mumkin bo'lgan, lekin boshqalarga qiziqmas demoqchida bu gap bilan. In fact, the only reason we know about it is because the child who wrote it grew up to become Mozart. Okay. And Mozart had an expert teacher in his father. Okay. Dadasi uni expert teacher bo'lgan ekan, who was renowned as a teacher of musicians of all over Europe. Okay, renowned degani mashhur degani, right? Mashhur degani, mana famous degani. We don't know how much Mozart practiced, but if he started at age 2 and worked 32 hours a week, we don't know how much practice, but if he started at age 2, 2 yoshda boshlagan bo'lsa va 32 hours haftasiga 32 soat dars qilgan bo'lsa, quite possible, given that his father was a stern taskmaster, he would have made it 10,000 hours by the time he composed his first symphony. Agar u shunaqa 32 soatdan dars qilgan bo'lsa yoki practice qilgan bo'lsa, o'sha 8 yoshgacha birinchi o'sha simfoniyasini bastalab olish to'g'ri bo'lishi mumkin deyapti. The case that therefore supports the view that expertise is not solely the result of some tepada bittasi qolib ketibdi. Points out that the young Mozart received a lot of from his father. What? Complete tuition to'g'ri keladi bu yoqqa. Tuition nima degan bilasizmi? Tuition fee deb aytamiz-ku. Tuition fee degan o'zi tarjimasi education fee desa bo'ladi buni. Education degan nimaligini bilasizlar? Ta'lim. Demak, otasidan ta'lim olgan ekan u. The case therefore supports the view that expertise is not solely the result of some kind of characteristics. Qanaqadir xarakteristika yoki featurelarga bog'liq emas deyapti. This does not mean that there are no genetic factors involved in Mozart's greatness, but that inborn traits. Genetika bu genetikaga bog'liq emas ham deya olmaymiz deyapti. Lekin deyapti, ichki inborn traits degani bu ichki xususiyatlari may not be the only cause. Lekin ichki xususiyatlari buni, inborn talentlari ham yagona sabab ham deya olmaymiz deyapti. Nima desa bo'ladi? Genetika nima paraphrase bo'ladi? Practice bo'lmaydi. Practice characteristic bo'ladi. Encouragement ham bo'lmaydi. Completed. Inherited to'g'ri keladi bu yoqqa, guys. Inherited nima degani? Inherited degani inborn degani. Ya'ni inherited bu sizga otangizdan yoki onangizdan, kimdir ota-bobolaringizdan meros bo'lib qoladi, xarakteristika. Masalan, I inherited my father's brain deydi. Mani miyam dadamning miyasidek kuchli deydi, I inherited deydi. Bu yoqda inherited characteristics sizdagi bor xususiyatlar ota-onangizdan o'tgan. Okay, that's it. I think we got it. And bu yoq tarafda bittasi qolib ketgandi buni. Mana qo'ysanglar ham bo'ladi, mana qo'ysanglar ham bo'ladi. Shu paytgacha to'g'ri chiqmadi bu va menimcha hammasini to'g'ri topdik deb umid qilaman. Honestly, this passage itself is quite challenging even for me. So'zlarni bilaman, lekin ba'zi ikkilantiradigan savollar ham bor ekan orasida. Va nima deyman sizlarga, challenge-ga qatnashishda davom etinglar, xudo xolasa. Ertaga yana passage 1 ga qaytamiz. Passage 1, passage 2, passage 3, passage 1, passage 2, passage 3 ga turamiz bitta-bittalab galma-galdan va bugun xudo xolasa harakat qilaman. Bugungi mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak Telegram kanalimga уже tashab qo'ygan bo'laman. Passajda chiqqan qiyin so'zlarni word listini ham berishgan. Va bu word listini sizlar har kuni chiqqan so'zlarni 10 ta 15 ta so'z o'rganib boradigan bo'lsangiz, mana 20 kun davomida reading ballingizni ancha oshirib olsangiz bo'ladi.
esdan chiqarmanglar, shuni unutmanglarki, reading bu vocabulary testda. Siz vocabularyni qanchalik bilasiz, qanchalik bilmaysiz, shunga qarab sizni nimangiz bilimingiz shakllanadi. Readingdagi balingiz o'sadi, ha? Okay, so what are we gonna do now? Boyagi materiallarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim pastda o'sha mana shu videoning tagida linkini topasizlar. So right now we are going to submit. Okay, that's it. Hozir mana shu eng qo'rqadigan narsam nima? Hamma savolni bajarib olgandan keyin xato chiqib qolsa nima qilaman degan joy bor. To'g'ri improvizatsiya qilishim mumkin, men bu joyda mana bunaqa olib qo'yibman degan, no ba'zida men videoni qaytadan qilishim mumkin edi. I don't know. Anyway, so this is my hamma javoblarni to'g'ri topamiz. Very good guys. Va men bu yerda bitta narsa guys, ikkita narsani tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda support our project degan qismi bor. Agar mabodo bu sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa va ko'ngildan chiqarib, masalan, bizni platformaga donate qilishinglar mumkin, chunki biz bu testlarni tekinga hamma o'quvchilarga yetkazib berishga harakat qilyapmiz va buning orqasida katta mehnat turibdi. Again, it's not forcing, I'm just asking if you want. Right? Va mana bu yerda albatta esdan chiqarmanglar, feedback qoldirib ketishi. Mana bu yoqqa menga yoqdi, nima foydali bo'ldi, nima foydasiz bo'ldi va nima bo'ladigan bo'lsa, mana veb-saytning oxirida feedbacklarni qoldirib ketadigan bo'lsanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz va sizlarga bundan ham zo'r materiallarni qo'shishda davom etamiz. So, take care guys. Bye bye.